Yangi 2026 Chevrolet Tornado avtomobili zamonaviy dizayn va kuchli imkoniyatlari bilan yuqori darajadagi texnologiyalar bilan jihozlangan bo'lib, u haydovchilarga qulay tajriba, xavfsizlik tizimlari, takomillashtirilgan sensorlar, avtomatik tormoz yordamchi tizimlar va barqaror boshqaruv imkonini beradi. Chevrolet Tornado ichki salon keng va komfortli materiallar, sifatli o'rindiqlar, ergonomik dizayn bilan yaratilgan, multimedia tizimi esa katta sensorli ekran orqali boshqariladi. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanadi. Avtomobil yoqilg'i tejamkor dvigatel variantlari bilan taqdim etiladi. Shahar va uzoq safarlar uchun juda mos keladi. Tashqi ko'rinish sport uslubida ishlab chiqilgan, old faralar LED texnologiya bilan jihozlangan. Aerodinamik shakl yoqilg'i samaradorligini oshiradi. 2026 Chevrolet Tornado narx jihatdan raqobatbardosh segmentda joylashgan bo'lib, mijozlar uchun qulay variant hisoblanadi. Xavfsizlik paketlari ABS, ESP va ko'plab yordamchi funksiyalar bilan boyitilgan. Avtomobil har bir haydashni yanada oson va yoqimli qiladi. Tarmah kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Yangi avtomobil yangiliklari va sharhlar uchun bizni kuzatib boring. Chevrolet Reviews uchun maxsus tayyorlangan kontent har hafta yangilanadi. Tornado modeli oilaviy va biznes ehtiyojlari uchun ham mos keladi. Mustahkam kuzov uzoq muddat xizmat qiladi. Yangi dizayn esa zamonaviy iste'molchilar talabiga javob beradi. Multimedia ovoz tizimi kuchli dinamik ovoz bilan ta'minlaydi. Ichki yoritish LED effektlar bilan boy Chevrolet Tornado xavfsiz va ishonchli tanlov sifatida e'tirof etiladi. Uzoq masofalarda ham barqaror ishlash imkonini beradi. Texnik xizmat qulay va arzon narxda taqdim etiladi. Bu model avtomobil bozorida katta qiziqish uyg'otmoqda. Yangi avlod uchun mo'ljallangan innovatsion funksiyalar bilan to'liq jihozlangan, yo'lovchilar uchun keng joy va yuqori komfort darajasi mavjud. Tashqi ko'rinishda kuchli xarakter va zamonaviy chiziqlar aks etadi. Bu avtomobil segmentida yetakchi bo'lish uchun katta imkoniyat yaratadi. Endi video oxirida Tarmah kanaliga obuna bo'ling, like bosing va fikr qoldiring. Yangi Chevrolet Tornado haqida barcha yangiliklar bizda qoladi. Rahmat ko'rganingiz uchun. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Obuna bo'lishni unutmang. Tarmah kanalida yangi videolar tez-tez chiqadi. Har doim ko'rib turing.